Hozir biz Toshkent viloyati Bekobod tumanidamiz va Abdurasul otaning xonadonlaridamiz. Ular Qomus kapsulasini xarid qilganlar va ijobiy natija ko'rsatgan bemorlar qatorida. Keling, hozir suhbat davomida ularni o'zlaridan batafsil ma'lumot olsak. Assalomu alaykum Abdurasul ota. Xo'p, keling oldin kasallikning tarixiga qaytsak, ya'ni vitiligo sizda qanday boshlangan? 25-yil 22-may kuni yuvinib chiqqanimdan keyin qarasam betozim dog'. Borib boshqatdan yana bir hali qildimda, boshqatdan yuvib, yana qarasam oynaga dog'. Keyin ko'ngilga o'g'irlar tushdi. Men aytdim, bu qanaqangi bo'ldi? Hamma yerda sepkalik borda, katta-katta dog' bor. Qaytib kirdimda, televizorni qo'ysam, как раз sizlardagilaring reklama beryapti ekan. Reklama beryapti ekan. Reklamaga qaradimda o'g'ilchiga aytdim, bunga telefon qil dedim.